Assalomu alaykum azizlar. 2025-yilda mansardga bunaqa gipsokartonlar qoqib, patologga aboylar yopishtirib, polga laminat qilish narxlari necha pul bo'lyapti deganlar uchun hozir yana qisqacha video qilib o'tamiz. Bu joyimizga patologga gipsokarton qotirilgan mansard. Ustiga bestsvetniy aboy yopishtirilgan mana aboy. Ko'rishlar mumkin. Aboy yopishtirilib, polga laminat terib berganmiz. Xudo xolasa ozgina ishlarimiz qolgan. Bu yerda plintslarni shunday qatirib qo'ysak bo'ldi. Xudo xolasa ishlarimiz tugadi inshaalloh. Azizlar, bular narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Patologga gipsokarton qoqilgan, polностью ustunlarimiz ham gipsokarton bo'rilgan. Bular ham temir shvillerdan qo'yilganida, bu ustiga gipsokartonlar qilib berganmiz. Bular betonli tumba bo'lgani uchun kattaroq quyilgan. Betondan ko'tarilgani uchun bularni ham gipsokartondan apshika qilib chiroyli qilib tekislab berganmiz. Gipsokarton qoqish narxlarimiz 120 ming so'mdan gipsokarton qotirib berganmiz. Ichiga stiklovata qo'yilgan, stiklovatasi отдельный narxda bo'ladi. Kelishilgan narxda. Ustiga shpagilovka tortib, aboy yopishtirishlarimiz. Aboyda shpagilovka tortib, aboy yopishtirish 45 ming so'mdan yopishtirib berganmiz aboyni. Xo'p, undan keyin polga laminat berilgan, pollarimizga laminat berilgan. Mana ozgina ishlarimiz qolgan. Mana shu podnoshkalar tashlab, xudo xolasa mana shu laminat bosyapmiz mana. Polga laminat narinnoy quyib, laminat terishimiz 20 ming so'mdan narinnoy quyib, 20 ming so'mdan parketli pollar terib beryapmiz. Xudo xolasa kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ana shu Hasanboy ustaga murojaat qilaverasizlar. Mana ustakamiz olishyapti. Ana shu yerda ozgina ishlar qolgan. Xudo xolasa tugatishadi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa nomerlar pastga yozib qo'yamiz. Kimda qanday savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa inshaalloh qo'ldan kelgancha borib xizmat ko'rsatamiz. Qanday maslahat kerak bo'lsa, maslahatlarni berib o'tamiz inshaalloh. Azizlar, bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa qo'ygan ishlarimizni ham shu kanalimizga qo'yib boryapmiz. Xudo xolasa agar obuna bo'lmaganlar bo'lsa, obuna bo'lib qo'yasizlar. Keyingi videolarda xudo xolasa pastda aytib o'tganimizdek sanozel kafillarimiz narxlari, sotib olishimiz narxlarini hammasini bir qator tanishtirib o'tamiz. Keyin Tiaga turli, Atacenta, Vensenka haqida ham ma'lumot berib o'tamiz. Xudo xolasa azizlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Inshaalloh xudo xolasa yangi videolarimizni endi qo'yib boramiz. Anchadan beri video qo'ymayotgandik. Xudo xolasa endi bunda buyog'iga ishlarimiz bitib boryapti. Xudo xolasa chiroyli videolar qo'yib, sizlarni qiziqtirgan savollarga javob berib o'tamiz. Xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Azizlar, eslatib o'tamiz. Bu joyimiz Andijon viloyatida joylashgan obyektimiz. O'zimiz ustalarimiz Farg'ona viloyati Rishton tumanida ustalar. Ustalarga qanday xizmatlar bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa inshaalloh chiroyli qilib, qo'ldan kelganicha borib xizmat qilib berishamiz ustalarimiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.